Kattaqo'rg'on tumani bugun sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlar bilan alohida e'tibor qozonmoqda. Ayniqsa terapiya bo'limida amalga oshirilayotgan yangilanishlar aholi salomatligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda bo'lim zamonaviy tibbiy uskunalar bilan jihozlangan, jumladan EKG, elektrokardiografiya, elektroensefalografiya, fizioterapiya, darsonval, elektroforez, azonoterapiya, multispiral kompyuter tomografiya, zamonaviy laboratoriya jihozlari shifokorlarga aniq tezkor tashxis qo'yish imkonini bermoqda. Bundan tashqari muassasada DMET elektron tibbiy axborot tizimi joriy etilgan bo'lib, bemorlarning tibbiy ma'lumotlari raqamlashtirilgan holda yuritilmoqda. Bu esa tashxis va davolash jarayonini shaffofligi hamda samaradorligini yanada oshirmoqda. Malakali shifokorlar va o'z ishiga fidoyi tibbiyot xodimlari zamonaviy yondashuvlar asosida faoliyat olib borib, har bir bemorga individual e'tibor qaratmoqda. Yaratilayotgan bunday sharoitlar inson salomatligi eng oliy qadriyat ekanini amaliy ifodasidir. Jumladan muassasada 2024-yilning iyun oyida 14 kishilik vrachlari Belorussiyaning Orsha shahrida 10 kunlik malaka oshirib, 2025-yilning yanvar oyida ham Xitoy davlatida ham malakalarini oshirib kelishgan. Kelgusida ham sohada olib borilayotgan islohotlar izchil davom etib, tibbiy xizmat sifati yangi bosqichga ko'tarilishi kutilmoqda. Kattaqo'rg'on tuman sog'liqni saqlash bo'linmasiga qarashli terapiya bo'limida 90 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, bo'limda 4 ta bo'limlar faoliyat yuritadi. Endokrinologiya, kardiologiya, nevrologiya va terapiya bo'limlari faoliyat yuritadi. Undan tashqari 2024-yilda prezident farmoni bilan nogironlarni reabilitatsiya qilish bo'limiga mo'ljallangan 16 o'rinlik nogironlar reabilitatsiya qilish bo'limi tashkil qilindi. Bo'limda hozirgi kunda tibbiyotda bo'layotgan o'zgarishlardan foydalanib, yangiliklardan foydalanib, yangicha davolash usullarida bemorlarga yordam ko'rsatib kelinmoqda. Shifoxonamizda, markaziy shifoxonamizda 2024-yil MSKT apparati olib kelib, bu ham ancha bemorlarimizni davolashga yangi qulayliklar yaratdi. Bundan foydalanib hozir shifokorlarimizda mehnat faoliyati ancha yengillashgan, bemorlarga ko'rsatgan xizmat hajmi ham oshib bormoqda.